To'xtang. Sayohatimiz bunaqa boshlanmagan. Nimalar bo'lganini ko'rishga tayyormisiz? Qanday ketdik? Bu bizning birinchi karavan. Yillar davomida orzu qilganimizni nihoyat amalga oshirdik. Antaliyaning Ko'prikli kanyon tomon yo'l oldik. Charchagan holatda manzilimizga ham yetib keldik. Qornimiz ham rosa ochdi. Tezda ovqat tayyorladim. Tabiat bag'rida, karavan ichida o'z qo'ling bilan pishirgan ovqat alohida rohat. Ovqatdan keyin yomg'ir yog'a boshladi. Derazadan yomg'irni tomosha qilib, uxlab qolibmiz. Yomg'ir tomchilari insonga huzur beradi. Bu ovozni keling birgalikda eshitamiz. Ertalab uyg'onganimizda havo tiniq va atrof jimjit edi. Nonushtamizni ham shu yerda tabiat qo'ynida qildik. Oddiy bo'lsa ham yana bir bor o'zimizni baxtli his qildik. Endi esa sarguzashtimizni boshlaymiz. ATV motoriga minib Ko'prikli kanyon tomon yo'l oldik. Bu joy meni hayratga qoldirdi. Bu yerda 2000 yildan beri turgan Rim ko'prigi bor. Ko'prik hanuzgacha mustahkam. Go'yo vaqt unga ta'sir qilmagandek. Bir qadamimiz bizni o'tmishga yaqinlashtirdi. 100 metrgacha baland qoyalar, ko'm-ko'k suv, qushlarning ovozi, Allohning bizga bergan bir mo'jizasi. Bu yer hozirda Antaliyaning eng mashhur bog'iga aylangan. Turistlar uchun rafting, yurish va tabiatni his qilish uchun hamma sharoitlar qilingan. Bu bizning ilk karavan sayohatimiz edi, ammo bu faqat boshlanishi. Oldinda bizni yana ham ko'p manzillar kutmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi manzilimiz qayerda bo'lishini xohlardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda ham muhim.